Assalomu alaykum. Ta'lim va tahlil dasturining navbatdagi soni. Bugun dasturimizda metodik impuls va tajriba safari loyihasi asosida Samarqand viloyat pedagog mahorat markazining professor o'qituvchilari, metodistlari tomonidan maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlarida o'tkazilayotgan mahorat darslari haqida. Hozirgi lavhamiz hududiy markaz katta o'qituvchilari Navbahor Yunusova, Rahima Sanayeva, Barno Amrullayeva va Dilorom Ubadullayevalarning Pastdarg'om tumanidagi 46-maktabda o'tkazgan mahorat darslari haqida. Mazkur mahorat darslarida zamonaviy pedagog texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va samarali o'qitish metodlaridan keng foydalanildi. Darslar interaktiv shaklda o'quvchilarning faolligini oshiruvchi topshiriqlar, guruhlarda ishlash, vizual va eksperimental uslublar asosida olib borildi. Siz ta'lim va tahlil dasturini tomosha qilyapsiz. Navbatdagi lavha mahoratli ustoz Firuza Usmonovaning mahorat darsi haqida. 5I modeli asosida Firuza Usmonova Kattaqo'rg'on shahar 13-umumta'lim maktabida qiziqarli mahorat darsini tashkil etdi. Hozirgi lavhamiz ana shu mahorat darsi haqida. Mahorat darsida 5I modeli asosida oilaviy kitobxonlik hamda bag'rikenglik, tinchlik sari muhim qadam mavzusida mahorat darsini qiziqarli tarzda tashkil etib o'tkazdi. Darsni maktab direktor va o'qituvchilari kuzatishdi. Jarayonda o'qituvchilar faol ishtirok etmoqda. Siz ta'lim va tahlil dasturini tomosha qilyapsiz. Mahoratli darslar fotonigohda. Hududiy markazning tillarni o'qitish metodikasi kafedrasi ingliz tili fani o'qituvchisi Kamola Nurmamatova Kattaqo'rg'on tumanidagi 24-umumta'lim maktabida mahorat darsini qiziqarli tashkil etdi. Hozirgi lavhamiz ana shu haqda. Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchilari Qo'chqor Sherxolov hamda Xurshid Haydarovlar Shuhron tumanidagi 8 va 35-umumta'lim maktablarida mahorat darslarini tashkil etdi.